Hop, assalomu alaykum barchaga. Shu oxirgi paytlarda ko'ryapman, ko'pchilikda lyukni to'g'ri ochib yopishlikni bilishmayapti. Endi bu narsa ko'pchilikka oson bo'lishi mumkin, shuni ham o'rgatasanmi, oddiy narsa-ku deyish mumkin. Lekin ba'zi birlar uchun yangilik bo'lyapti. Lyuki yo'q mashinani minganlar uchun bu narsa yangilik bo'lyapti. Xo'p, gapni qisqa qiladigan bo'lsak, nima bo'lyapti? Lyukni ochgandan keyin to'liq yopishda muammo bo'lyapti. Asosan shu o'zimiz mashina 10X da yoki shunga o'xshash trekkerlik emas, 10X da shunaqa bo'lgan. Hop, misol uchun ochishda aytaylik, shu bitta knopkasini bossangiz ketadi. Ya'ni lyuk ochiladi oxirigacha. Endi shuni yopishda bo'lyaptigan muammo, yopishyapti-da. Ko'ryapsiz, kelyapti. Hozir yopaman deydi. Oxiriga yetdi. Yetganda mana bu tepaga ko'tarilganga o'xshaydi hozir. Mana ko'tarilib qoldi deb turib, bitta bosishadi, yana qaytib orqaga ketib qoladi. Ko'pchilikda shunaqa bo'ladi. Endi ko'rdim-da, endi yangi bo'lganlar. Tepaga ketib qolyapti deydi. Ochilib qoldi deb o'ylaydi. O'zi aslida unaqa emas, ochilmaydi. To'g'ri yopish uchun nima qilish kerak? Mana ochildi, misol uchun. Ochildi, shu narsani bo'ldi, bitta. Bosib turasiz, oxirigacha qo'yib yubormaysiz knopkani. Ko'tarildi, sababi bilasiz. Ko'tarilganligining sababi o'zi aslida mashinani kuzovi, misol uchun tom qismi tepada bo'lsa, bu lyuk ichiga kirib ketadi. Shuning evaziga bu chiqqandan keyin yana ko'tarilib, o'sha kuzov qismiga, mashinaning tomiga mos bo'lib olishligi uchun yana ko'tarilishi kerak o'z holatiga qaytish uchun. Hozir endi ko'rsak, tashqaridan ham ko'rsatishimiz mumkin. Misol uchun hozir plotni yopib turibdi. Tegmaylikda. Tashqaridan olingda. O'sha aytganimizdek ochildi. Shu bosib turaman. Bo'ldi. Pastga tushdi. Endi buni ozgina ochib qo'yish uchun yana bitta bossangiz, bir yo'l ochiladi. Uzib bosish kerak emas. Ortga qaytarish uchun misol uchun. Demak, shu oxirigacha yopish uchun buni bosamiz. Agar yana ozgina ko'tarib qo'yaman, ya'ni tomdan ozgina ko'tarilib tursin lyukini, ozgina ochilsin desangiz, yana bitta bossangiz, oxirigacha ochiladi. Endi bu narsani yana ortga qaytarish uchun, kuzov bilan, ya'ni lyukni yopish uchun yana orqanigini bosib turamiz. Bo'ldi, yopildi. Yana orqaga bossangiz ketadi daraja. Shu xolos oddiy narsa, lekin kimlargadir bu yangilik. Agar bergan ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bemalol foydalanishingiz mumkin.